Bugun Jondorda ijtimoiy so'rovnoma. Qani ketdik. Onangizga aytishni xohlagan lekin ayta olmagan gapingiz qaysi gap? Onamga aytadigan gapim hozir onam kasalxonada, onamni ko'rishga borayotgandi. Lekin onamni yaxshi ko'raman. Endi shu gapni ayta olmaganman. Nima uchun ayta olmagansiz? Endi biror marta onasiz yaxshi ko'raman deb ayta olmabman. Lekin to'g'risini aytsam, dadam ko'proq yaxshi ko'rganman. Rahmat sizga. Mayli, sog'. Onamga aytishim kerak bo'lgan gapim, onajon men sizni yaxshi ko'raman deb hech ayta olmaganman. Onangiz hayotlarmi? Hayotlar. Bu imkoniyatni sizga beramiz, aytishingiz mumkin. Конечно aytaman onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. 100 yoshga kiring, boshingizga doim sog' bo'ling. Rahmat sizga. Sendagi gapim, onajon men sizni yaxshi ko'raman degan gapni ayta olmaganman. Shu narsadan afsuslanasizmi? Ha, afsusdaman. Boshqalarga nima deb tavsiya berasiz? Doim onalarni qadrlashlarini, onalarini doim bayramlarda xursand qilishlarini xohlayman. Rahmat sizga, bayramingiz muborak bo'lsin. Siz-chi siz onangizga qaysi so'zlaringizni ayta olmagansiz? Fikringizni kommentariyada kutamiz.